Binafsha shu'lasi 21-qism. Maxfiy sandiqcha. Nur tarqagach Hayo o'zini yana Aminning yerto'lasida ko'rdi. Kitob esa qo'llarining orasida turgandi. Hayo kitobni yopdi-da, oldidagi stol ustiga qo'ydi va joyida charm divanga o'tirgancha tafakkurga cho'mdi. Hayo o'yga tolgancha ancha vaqt o'tkazdi. Bu o'ychanlik to Hayoning ro'parasidagi zinapoyadan pastga tushayotgan qadam tovushlari eshitilguncha davom etdi. Hayo bir necha soniyadan keyin 2 finjon qahva ko'tarib kelayotgan Aminni ko'rdi. Finjonlardan bug' chiqib turardi. Amin ularni Hayoning oldiga stolga qo'yib so'radi. Nega kitob mutolaasini tugatganingdan keyin tepaga chiqmading? Hayo o'ychan holda javob qaytardi. Bu kitob oldingi o'qigan kitoblarimga o'xshamas ekan. Amin yonidagi yog'och kursini tortib, Hayoning qarshisiga o'tirdi. Nega? Nimasi boshqacha ekan? Hayo Aminga qaradi. Siz uni oldin o'qiganmisiz? Yo'q. Nega unda menga aynan shu kitobni tavsiya qildingiz? Unga ehtiyojing bor deb o'ylaganim uchun. Hayo hayron bo'lib so'radi. Qanday? Mavzusini bilmasdan-a? Amin nim qayg'u aralash tabassum bilan javob qaytardi. Sen uni o'qigan birinchi odam emassan. Gapingizga tushunmadim. Amin jilmaydi. Sovib qolmasdan qahvangni ichib ol. Hayo finjonni olib undan bir ho'plam simirdi-da tokchalarga nazar sola boshladi. U tokchalarga terib qo'yilgan kitoblarni ko'zdan kechirgancha, Amin amaki, ko'plab savollarim bor. Ularga javob berasiz-a, dedi. Amin finjonni olib dedi. Javobini bilsam, albatta. Hayo finjonni stol ustiga qo'yib, Aminga yuzlandi. Menga sovg'a qilgan kitobingizni otamning oldida ochdim. Nega otam undan chiqqan yorqin shu'lani ko'rmadi? U shu'lani faqat kitobni o'qiydigan odam ko'radi. Binafsha gulining siri nima? Nima demoqchisan? O'qigan kitoblarimning hammasida binafsha guliga duch kelaman. Nega? Kitoblardagi binafsha gulning ilk marotaba menga bergan o'sha quritilgan binafsha guli bilan bog'liqligi bormi? Amin qahvasidan simirgancha jilmaydi. Shu savolni berishingni kutgandim. Men esa javobini kutyapman. Amin finjonni stol ustiga qo'yib, uni kafti bilan berkitdi. Javobni bilish uchun hali vaqt biroz erta. O'sha vaqt qachon keladi? Bu o'zingga bog'liq. Amin amaki, iltimos, jumboqli gapirmang. Bor gapni ochiq ayting. Senga jumboq bo'lib ko'rinayotgan gaplar yaqinda to'liq namoyon bo'ladigan tasvirning bir qismidir. Menda yana savol bor. Qanday? Hayo tokchalardan birida turgan naqshlar bilan bezalgan qopqog'iga gul rasmi tushirilgan yog'och sandiqchani ko'rsatib so'radi. O'sha sandiqchaning ichida nima bor? Amin Hayo ko'rsatgan sandiqchaga qarab tabassum qildi. Nega aynan bugun unga bunchalar qiziqib qolding? Sandiqcha bu joyda anchadan beri turibdi. Nega aynan hozir u haqida so'rayapsan? Hayo sandiqchaga diqqat bilan razm soldi. Bilmadim. Mana shu kitobni o'qib tugatganimdan beri tafakkurimda katta o'zgarishni his qildim. Kallamda turli savollar yanada ko'proq aylana boshladi. Barcha narsa haqida so'ragim kelyapti. Menda savol berishga nisbatan kuchli rag'bat uyg'ondi. Lekin negaligini bilmayman. Amin nigohini yana Hayoga burdi. Bu yaxshi-ku. Hayo Aminga qaradi. Savolimga javob bermaysizmi? Amin yana yog'och sandiqchaga termildi. Bu sandiqda hayotim davomida o'qigan eng ajoyib kitobni saqlayman. Hayoning ko'zlari kattalashib, kuchli qiziqish bilan so'radi. Rostdanmi? Amin ko'zini sandiqchadan uzmasdan ha deb javob berdi. Uni ochib ko'rsam bo'ladimi? Amin Hayoga qarab, nega? Hayo ishtiyoq bilan hazillashyapsizmi? Siz eng zo'r deb biladigan kitobni ko'rishni va o'qishni istayman. Sandiqcha oldingda turibdi.
ochib ko'r. Hayo hayajonlangancha o'rnidan turdi va sandiqchaning ichida nima borligini ko'rishga oshiqqancha qo'lini cho'zib uni oldi. So'ngra uni stol ustiga qo'yib va ichiga nazar tashladi. Hayoning hafsalasi pir bo'lib, sandiqcha bo'sh-ku dedi. Uni kuzatib turgan Amin hech narsa bo'lmagandek ha dedi. Lekin siz... Amin Hayoning gapini bo'ldi. Nima deganimni yaxshi bilaman. Haligacha bu sandiqqa qo'yishga arziydigan narsani topmadim. Hayo taajjublanib, shuncha ajoyib kitoblaringiz bo'la turib o'qishga arziydiganini topolmadingizmi? Bu sandiqcha o'qishga arziydigan kitob uchun emas. Zero barcha kitoblar o'qilishga haqlidir. Nima uchun unda? Men hayotimdagi men o'qigan eng go'zal narsa deb nomlansa bo'ladigan narsani qidiryapman. O'qigan narsangiz eng go'zal ekanini qayerdan bilasiz? Men shunday matnni qidiryapmanki, tugatishim bilan uni yana 2-chi, 3-chi marotaba qayta va qayta tinglashni istayman. Shunday matnki, har safar uni o'qiganimda meni xursand qilsin, yig'latsin, undan sira malollanmay yoki uni qancha eshitsam ham go'zalligini yo'qotmasin. Uning go'zalligi go'yo suv kabi hech qachon tugamaydigan quduqdek yangilanib tursin. Eshitganimda deysizmi? Matnlar o'qiladi, eshitilmaydi. Amin jilmaydi. Matnlarni ham eshitish mumkin. Yana mujmal gapirishni boshladingiz. Men izlayotgan matn o'qiladimi yo eshitiladimi bu muhim emas. Muhimi shu darajada go'zal bo'lsinki, undan keyin o'zimni xuddi onadan yangi tug'ilgandek his qilayin. Dunyoda bunaqangi vasfga mos keladigan matn yoki kitob bormi o'zi? Amin tabassum qildi. Buni 50 yildan beri qidiraman. Hayot okchalarini ko'zdan kechirib, endi nima qilamiz deb so'radi. Bir savol bor edi. Beravering bemalol. Onang bilan munosabating qanday bo'lgan? Hayo Aminning savolidan hayratlandi. Onam, nega buni so'rayapsiz? Savolimga javob bermasliging mumkin, lekin savolga savol bilan javob qaytarma. Xo'p, shunchaki bunaqa savol berganingiz meni hayron qoldirdi. Bu hayrat seni javob berishdan to'syaptimi? Javobning o'zi yo'q, chunki men onam haqida hech narsa bilmayman. Onam meni tug'ayotib vafot etgan. Men hatto uning ko'rinishi qandayligini ham bilmayman. Chunki otam onamning suratini o'zlarida saqlaydi va ko'rishga ruxsat bermaydi. Nega? Hayo mag'zin ohangda dedi. Bilmayman. Endi uyingga qayta qol qizim. Yana kitob o'qishni xohlayman. O'qigan kitobing bugunga kifoya qiladi. Hayo xavotirlanib so'radi. Joningizga tegdimmi? Yo'q, nega bunday deyapsan? Menga shunday tuyulyapti-da. Amin jilmaydi. Yo'q aslo. Mendan biroz sovuq o'tdi. Kaminning yoniga qaytmoqchi edim. Hayo qo'llar bilan tanasini silagancha diydirab dedi. Rostdan ham, bu yil odatdagidan ko'ra kuchliroq sovuq bo'lyapti-ya. Ertaga yana kel, seni kutaman. Hayo o'rnidan turdi. Tepaga chiqmaysizmi? Yo'q, biroz shu yerda qolmoqchiman. Lekin kamin tepada-ku. Amin divanga suyanib, barmoqlarini bir-biriga kiritdi va ro'parasiga termilgancha bilaman dedi. Hayo hazillashib, mensiz yolg'iz o'zingiz mutolaa qilmoqchimisiz? dedi. Amin Hayoga javob qaytarmasdan yoki o'ychanligini buzmasdan qayg'uli tabassum qilib qo'ydi. Hayo Aminning yelkasiga qo'lini qo'yib, tashvish bilan so'radi. Sizga nima bo'ldi, Amin amaki? Oldin sira bu ahvolda ko'rmagandim. Amin qo'lini Hayoning kaftiga qo'ydi. Xavotirlanma, men yaxshiman. Shunchaki daydi xotiralar ongimga yo'l topdi. Yoningizda qolishimni istaysizmi? Amin tabassum bilan hali ham yelkasida turgan Hayoning qo'liga asta urib qo'ydi. Yo'q azizam, uyingga qayta qol. Otang xavotir oladi. Hayo Aminning peshonasidan o'pib, zinapoyadan tepaga ko'tarila boshladi. Hayo oxirgi zinapoyaga yetib, eshikni ochdi. Shu payt qulog'iga Aminning yo'talgani eshitilib, yuragi bir siqilib qo'yganini his qildi.
So'ngra ortidan yerto'la eshigini yopib, u yerdan chiqdi. Hayo uyiga qaytib, tug'ruqxonasiga yo'l oldi. Hayo mehmonxonada otasi va Halimani ko'rgan bo'lsa-da, ularning oldidan o'tmadi ham, gaplashmadi ham. U xonasiga kirib, karavotga cho'zildi va ustini sovuq yopinchiq bilan o'radi. Halima eshikni taqillatib, past ovozda izn so'radi. "Xonim, ichkariga kirsam bo'ladimi?" Hayo yopinchiq ostidan, "Halima, uxlamoqchiman, keyinroq gaplasharmiz" dedi. Halima eshik ortidan dedi. "Xo'p bo'ladi, Hayo xonim." Halima endi ketmoqchi bo'lganida, Hayo o'rnidan turib so'radi. "Nima gap o'zi? Nima haqida gaplashmoqchi eding?" Halima xonaga kirdi. "Hayo xonim, bir narsa sira qalbimga tinchlik bermayapti." "Nima?" "Siz..." "Men?" "Ha, siz." Hayo xo'mraydi. "Men bilan gaplashish uchun otam yubordilarmi seni bu yerga?" "Yo'q, aslo. Sizga bog'liq bir holat ko'nglimga tinchlik bermagani uchun siz bilan gaplashmoqchiman." "Nima ekan o'sha senga tinchlik bermagan holat?" "O'sha cholning uyiga qayta borishingiz." Hayo keskinlik bilan dedi. "Uning ismi Amin." Halima kuchli xavotir va qo'rquv bilan Hayoga yaqinlashdi. "Iltimos xonim, u yerga bormang." Hayo ajablangancha jahl qildi. "Sizlarga nima bo'lgan o'zi? Nega u yerga borishimga qarshilik qilmoqchi bo'lyapsizlar? Biz sezayotgan narsani sezmayapsiz. Har safar o'sha uyga borganingizda ortga tamoman o'zgarib, xuddi boshqa odamdek qaytib kelyapsiz. Buning qanday yomon tomoni bor? Sizlarga biror zararim tegyaptimi?" "Yo'q, lekin..." Hayo asabiylashib ketdi. "Nima lekin? U odamdan yaxshilikdan boshqa narsa ko'rmadim. Men faqatgina mana shu uyga qaytib, shu kabi savol va shubhalar qurshovida qolganimdagina o'zimni yomon his qilaman." Halima boshini quyi soldi. "Bu mavzuni ochganim uchun uzr so'rayman, xonim." Hayo o'rnidan turib, Halimaning oldiga bordi va qo'llari bilan uni yelkalaridan ushlab tabassum qildi. "Halima, sen men uchun dunyodagi har qanday odamdan yaqinroqsan. Sen onam vafot etgandan keyin menga g'amxo'rlik qilgan odamsan. Menga hatto otamdan ham yaqinroqsan. Meni sendan biror narsani berkitadi deb hech qachon o'ylama." Halima boshini ko'tarib, Hayoning yuziga qaradi. "Unday bo'lsa o'sha yillar haq-hurmati bir savolimga javob bering." "Qanaqa savol?" dedi Hayo qo'lini Halimaning yelkasidan olib. "Bu qadar ishtiyoq bilan janob Aminning uyiga takror borishga sizni nima undayapti? Aynan nima sizni bunchalar jalb qilyapti?" Hayo Halimaning xavotirli ko'zlariga tikilgancha biroz sukut saqlab turdi. "Aytmayman." Halima mahzunlik bilan yerga qaradi. "Mayli, hech qisi yo'q. Lekin ko'rsataman." Halima boshini ko'tardi. "Nimani ko'rsatasiz?" Hayo Halimaning qo'lidan ushladi. "Ketdik." Halima hayron bo'lib, "Qayerga?" Hayo Halimani chiqish eshigi tomon tortqiladi. "Janob Aminnikiga." Halima Hayoning ortidan kalovlanib, "Lekin siz u yerdan hozirgina keldingiz-ku." "Hech qisi yo'q, janob Amin yo'q demaydi." Ikkovlon birgalikda xonadan chiqib pastga tushishdi va uydan chiqib ketishdi. Mehmonxonadan o'tayotganlarida katta xo'jayin u yerda emasdi. Lekin Hayo ham, Halima ham bunga e'tibor bermasdan tashqariga chiqib ketaverdilar. Yura Aminning uyiga yetib borishdi. Hayo eshikni taqillatdi. Halima tashvishlanib, "Boshqa vaqtda kelsak ham bo'lardi" dedi. "Nega?" deb so'radi Hayo eshikni yana taqillatib. "Balki uxlayotgandir." Hayo kulib yubordi va eshikni yana taqillatdi. "Janob Aminning uxlayotganini hech ko'rmaganman." Hayo qattiq taqillatishiga qaramay, eshikni hech kim ochmadi. Shundan keyin Hayoning qalbiga xavotir sizib kira boshladi. "G'alati. Janob Amin eshikni ochish uchun odatda ikkinchi marotaba taqillatishga majbur bo'lmasdim. Men sizga ehtimol uxlashga yotgandir deb aytgandim."
Hayo eshikni yanada qattiqroq taqillatib baland ovozda baqirdi. Janob Amin. Hech kim javob qaytarmadi. Hayo eshikni ochmoqchi bo'lib dastani buradi, lekin u qulflangan edi. Hayo xavotir bilan devor atrofida yugurib, ichkariga kirsa bo'ladigan tirqish qidira boshladi. Halima ham qattiq xavotirlanayotgan xonimining ortidan yurib, tashvishlangancha talmovsirab so'radi. Sizga nima bo'ldi, Hayo xonim? Hayo Halimaga hayqirdi. Bo'la qol, tezlik bilan kimnidir yordamga chaqirib kel. Halima dovdirab so'radi. Nima demoqchisiz? Hayo asabiylashdi. Darhol uydagi soqchilarni yordamga chaqirib kel. Halima qasrga qarab yugurib ketdi. Bir necha daqiqadan keyin o'zi bilan soqchilarni olib keldi. Soqchilar yetib kelishi bilan Hayo ularga baqirdi. Eshikni sindiringlar. Soqchilar Hayoning buyrug'iga darhol amalga oshirishdi. Eshik sindirilishi bilan Hayo ichkariga Amin deb baqirib chaqirgancha yugurib kirdi. Hayo mehmonxonadan yoki boshqa xonadan Aminga tegishli biror iz topolmadi. So'ngra ketishidan oldin uni yerto'lada qoldirganini yodga oldi va shoshilgancha yerto'la sari yugurdi. Hayo tezlik bilan zinapoyadan pastga tusha boshladi. Oxirgi zinapoyaga qadam qo'yar qo'ymas Aminning yerda hushini yo'qotgan holda cho'zilib yotganini ko'rdi. Hayo darhol Aminning oldiga yugurib kelib cho'kkaladi va uning boshini bag'riga bosib, bor kuchi bilan baqirdi. Janob Amin deb yig'lay boshladi. Halima yonidagilar bilan ichkariga kirdi. Ular Hayoning ovozini eshitishlari bilan to'g'ridan-to'g'ri yerto'laga yo'l oldilar. Yig'lab o'tirgan Hayo ularni ko'rgan zahoti hayqirdi. Hoziroq uni shifoxonaga olib boringlar. Amin darhol mashinada shifoxonaga olib ketildi. Halima oldingi o'rindiqda haydovchining yonida ketardi. Hayo esa orqa o'rindiqda Aminning yonida yig'lagancha butun yo'l davomida uning boshini silab ketdi. Mashinaga Hayoning xavfsizligini ta'minlashga mas'ul soqchilardan iborat boshqa bir mashina ham yetib oldi. Unga hamrohlik qildi. Shifoxonaga yetib borilgandan keyin Amin darhol shoshilinch tibbiy yordam bo'limiga kiritildi. 1 soatlik kutishdan keyin Aminning ko'rikdan o'tkazgan shifokor ichkaridan chiqib, shifoxona yo'lagida yig'layotgan bir qizni o'rab turgan erkaklar bilan to'lganini ko'rdi. Qizning yonida bir keksa ayol ham bor bo'lib, uni ovutishga urinardi. Shifokor Hayoning oldiga kelib undan so'radi. Siz bemorning yaqinimisiz? Hayo tezda o'rnidan turib xavotirlangan ko'yi so'radi. Ahvoli yaxshimi? Bemor yurak xurujini boshdan o'tkazibdi. Hozir u koma holatida. Hayo ho'ngrab yig'lagancha dedi. Bu nima degani? Tuzaladilarmi yoki yo'qmi? Bu Allohning izmida. Hayo duv yoshlarini artdi. Komadan qachon chiqadi? Bu faqat Allohga ayon. Lekin u bir qancha vaqt mobaynida nazorat ostida bo'lishi kerak. Ularni boshqa shifoxonaga olib boraman. Bunga haqqingiz bor, lekin hozir bunday qilishni tavsiya qilmayman. Holati mo'tadillashguncha kutib turganimiz ma'qul. Shifokorning gapini eshitgan Hayo battar yig'ladi. Halima uni ovutishga urinardi. Shifoxona xarajatlarini kim bo'yniga oladi? So'radi shifokor. Hayo shifokorning kiyimidan kuch bilan tortib, uni yuziga baqirdi. Xarajatlarni o'ylama, ishingni bajar faqat. Halima Hayoning qo'lidan ushladi. Nima qilyapsiz, Hayo xonim, o'zingizni bosing deb shifokorni undan qutqargan bo'ldi. Hayo shifokorni qo'yib yubordi va yig'lagan holda Halimani quchoqlab, alam bilan "Janob Amin o'lmasligi kerak" dedi. Halima uni mahkam quchoqlab, hamdardlarcha yupatdi. Xavotir olmang, hammasi yaxshi bo'ladi. Shifokor jahl bilan kiyimini to'g'rilab, ketmaslaringdan oldin kassaga uchrab ketishni unutmanglar dedi. Hayo Halimaning bo'ynini qo'yib yubordi va yosh to'la ko'zlar bilan shifokorga "Janob Amin qayerda? Uni ko'rishni xohlayman" dedi. 634-xonada deb javob qaytardi ketishga shaylangan shifokor. Hayo va uning odamlari Amin joylashtirilgan xona tomon yo'l oldi. Hayo ko'zda yosh bilan u yerga asta kirdi.
Amin oppoq to'shakda cho'zilib yotar, unga turli tibbiyot asboblari ulab qo'yilgandi. Yurak urishini nazorat qiladigan jihozdan esa Aminning har soniyada sabot bilan urib turgan yuragining dukuri eshitilib turardi. Hayo og'ir va ehtiyotkor qadamlar bilan Aminning oldiga kelib, bosh tarafida to'xtadi. Hayoga hamrohlik qilayotgan soqchilardan biri kursini olib Hayoning ortiga qo'ydi. Lekin Hayo o'tirmasdan Aminning holsiz yuziga tikilib, ko'zdan shashqator yosh oqqan holda g'amgin ovozda "Meni tashlab ketmang, Amin, iltimos, tashlab ketmang" deb yolvordi. Hayo Aminning oldida bir necha daqiqa turgandan keyin yelkasiga Halimaning qo'li tekkanini sezdi. Halima unga "Hozir keta qolaylik, ertaga yana kelamiz" dedi. Hayo yig'lagancha Aminning yuziga termildi. Hushiga kelganda yonida emasligimni ko'rib, o'zini yolg'iz his qilsa-chi? "Xonim, hozir bu yerda qolganimizdan foyda yo'q. Sizga va'da beraman, ertaga yana kelamiz." Hayo Halimaning gapiga kirdi va indamasdan ko'zda yosh bilan u bilan birga ketdi. Uyga qaytishgach, xabar bermasdan ketganlar uchun xo'jayin ularni g'azab bilan kutib turganini ko'rdilar. Hayo kirishi bilan uni urishmoqchi bo'lib turgan otasini qattiq quchoqlab yig'lay boshladi. Xo'jayin Hayoning orqasida turgan Halimaga hayron bo'lib qaragancha so'radi: "Nima gap, nima bo'ldi?" Halima yolvorgan nigoh bilan xo'jayinga savolni keyinroqqa qoldiraylik degandek ishora qildi. Xo'jayin Hayoni quchoqlab, uni ovuta boshladi. "Xavotir olma qizim, nima bo'lgan taqdirda ham hammasi yaxshi bo'ladi." Ertasi kuni qizining mag'zunligi sababini bilgan xo'jayin Aminni shahardagi eng katta shifoxonaga o'tkazdirdi. Aslida u Aminni xorijdagi maxsus shifoxonaga oldirmoqchi bo'lgandi. Lekin Hayo Amin qayerda bo'lsa u ham o'sha yerda bo'lishini aytdi. Aminni ko'rikdan o'tkazishga chaqirtirilgan shifokorlarning bari uni komadan uyg'onmasligini, hayotining qolgan qismini shu ahvolda o'tkazishni bir ovozdan aytishgani sababli xo'jayin Aminni shu shaharning o'zida davolatishga qaror qildi. Amin komaga tushganiga 5 yil bo'ldi. Shu vaqt mobaynida Hayo 18 yoshga to'ldi. Hayo Aminni har kuni ko'rgani kelar, kelganida go'yo Amin uni eshitayotgandek u bilan suhbatlashar, ba'zida kitob o'qib berardi. Ba'zida Halima unga hamrohlik qilib turardi. Hatto xo'jayin ham bir necha marotaba qiziga hamrohlik qildi. Kunlarning birida Hayo Aminni yolg'iz o'zi ko'rgani ketgan payt qasrda xo'jayin bilan Halimaning o'rtasida suhbat kechdi. Xo'jayin trubkasini tutatib, "Hayo mana shunday holatda qolaveradimi?" dedi. "Hojam, bunga qarshilik qila olmaymiz. Xonimni janob Aminga qanchalar bog'lanib qolganini o'zingiz ko'rib turibsiz-ku. Qizim vaqtining katta qismini shifoxonada o'tkaza turib, a'lo baholarga o'qiyotganidan rosa hayratdaman. Hojam, xonimdan xavotir olayotganingizni tushunaman, lekin ayni damda vaziyatga aralashishimiz to'g'ri emas deb o'ylayman." Xo'jayin tamakining tutunidan bulut hosil qildi. "Bu holat uzoqqa cho'zilmaydi." Halima xavotirlanib so'radi. "Nima demoqchisiz, hojam?" Bir necha haftadan keyin Hayo maktabni bitiradi. O'sha zahot uni xorijga o'qishga yuboraman. Shu bilan u shahar bilan bog'lab turgan barcha narsani unutadi. Men ham bu yerdagi ayrim ishlarimni hal qilib olganimdan keyin ortidan yetib olaman. Xorijga ko'chib ketmoqchimisiz, hojam? Bu joyda qolishga toqatim qolmadi. Ishlarimni o'sha yerdan idora qilaveraman. Hayoni bu bo'g'iq muhitdan uzoqroqda tarbiya qilaman." "Janob Amin nima bo'ladi?" Xo'jayin trubkasiga tamaki soldi. "Xavotir olma. Ketganimizdan keyin ham kasalxona sarf-xarajatlarini to'lashda davom etaman." Halima boshini quyi solib, "Hojam, bitta savol bersam bo'ladimi?" Xo'jayin trubkasini alanglatdi. "Nima gap Halima, so'ra." "O'zi nega bu mahallaga ko'chib keldik? Oldingi mahallamizda baxtli yashayotgandik-ku. O'tmishdagi ayrim xatolarimni tuzataman deb o'ylagandim. Lekin bunga fursat bo'ladiganga o'xshamaydi." "Nima demoqchiligingizni tushunmadim, hojam." "Muhim emas. Hozirgi vaqtda o'rtamizdagi bu suhbat haqida Hayoga aytmasliging muhim." "Xo'p bo'ladi.
Nima desangiz shu hojam. Bu orada Hayo shifoxonaga kelib bo'lgandi. Yana ham aniqroq aytganda, Amin yotgan xonaning eshigini tabassum bilan taqillatayotgandi. Hayo eshikni ochib, qo'lida kitob va gul ko'targancha ichkariga kirdi. Kecha olib kelgan gulni hozirgina olib kelgan yangi gullarga alishtirdi. So'ngra Amin yotgan karavotning chetiga o'tirdi-da xursand bo'lib, "Bugun yangi kitob olib keldim", dedi. Amin komaga tushganidan beri Hayo uning kitoblarini o'qimadi. Lekin u shaharda joylashgan kutubxonalardagi boshqa asarlarni o'qishni boshlagandi. Unga kitoblarni ba'zilari juda yoqqandi. Hayo o'zi bilan olib kelgan kitobni varaqladi. Amin amaki, kutubxonalardagi kitoblarni ichida ham yaxshilar borligini bilmagan ekanman. Amin. Hayo kitob sahifasiga razm solgancha kuldi. Ha, tabiiyki ularning hech biri sizning kitoblaringizga teng kela olmaydi albatta. Amin. Jimlik. Hayoning yuzi tabassumdan mag'zurlikka o'zgarib, qo'lidagi kitobning keyingi sahifasiga nazar tashladi. Lekin men o'zingizga kelmaguningizcha ularning birortasini ham o'qimayman deb qasam ichganman. Xavotir olmang. Yer to'la eshigini yaxshilab yopib, uyingizga soqchilar tayinlab qo'yganman. Ular to qaytguningizga qadar u yerni qo'riqlab turadi. Hayo jilmaygancha qo'lidagi kitobni yopdi. Bu kitobni kutubxonadan oldim-u, shu yerga keldim. Sarlavhasi o'ziga jalb qildi. O'zi ham qiziqarli deb umid qilaman. Yarim soatlik ovoz chiqarib qilingan mutolaadan keyin Hayo o'qishni to'xtatib, kitobni yopdi va uni o'girib, sarlavhasiga qaradi. Muallif bunaqa gaplarni yozishga jur'atni qaydan oldi ekan-a? Bu bekor safsataga o'z ismini qo'yishga uyalmaydimi? Ko'zi yumuq yotgan Amin tilga kirdi. Men senga yomon kitob bo'lmaydi demaganmidim? Hayo Aminning sasini eshitgan zahot qo'lidagi kitobni uloqtirib yubordi. So'ngra Aminni qattiq silkitib, yig'lagancha hayqirdi. Amin amaki, tushimmi yo o'ngimmi? Amin jilmaygancha ko'zini asta ochib, sekinroq, meni silkitishni bas qil, dedi. Hayo tezda qo'lini tortib, og'zini berkitdi va titrab yig'lagan holda hayajonlandi. Tush ko'rmayapman-a? Bular o'ngimda bo'lyapti-ya, dedi. Amin jilmaydi. Menimcha yo'q. Hayo Aminga otilib, uni qattiq bag'riga bosdi va o'ksinib yig'lay boshladi. Amin tabassum qilgancha Hayoning yelkasiga kafti bilan asta urib qo'ydi. Katta qiz bo'lib ketibsan. Qancha vaqt hushimda bo'lmadim. Hayo Aminni quchoqlashda davom etgan holda yosh bolalarcha yig'lardi. Juda ko'p, ahmoq. Amin xoxolab kuldi. Unday bo'lsa uzr so'rayman. Hayo Aminning bo'ynini qo'yib yubordi va ko'rgan eshitganlariga ishonmayotgandek xavotir bilan dedi. Qimirlamang, joyingizda qoling. Hozir shifokorni chaqirib kelaman. Amin xonadan yugurib chiqib ketayotgan Hayoni kuzatgancha dedi. Xavotirlanma, hech qayerga ketib qolmayman.